Assalomu alaykum. Mana navbatdagi zakasimiz Andijonga Chaqmoq ekonom 25 kat yo'limiz. Двойной reduktor 220 motor bilan tayyorlab berganmiz. Bunkerimiz listlari 1.8 listdan bo'ladi. Kat yo'limiz polni ichi tashi 4 listdan bo'ladi. Ustki utplitel holati 0.8 listdan bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli ekonom kat yo'llar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Kat yo'limiz iloji boricha hamma joyiga ahamiyat berilgan. Mana bu gofrasi ham temirdan bo'ladi, charmdan bo'lmaydi. Sababiki navoda issiq havo o'tadigan bo'lsa, erib qolsa, kat yo'l o'chmasdan yonaveradi agar. Keyin ham shinakka o't ketib qolishi mumkin bunker tarafga. Bunkerning ichidagi ko'mir ham polni yonib ketishi mumkin. O'shani xavfini oldini olish uchun shuni qo'yilish kerak. Mana bu gigant Nijniy Galina kat yo'limiz ham tayyor bo'lyapti. Bu Verxniy Galina emas, Nijniy Galina. 1,5 kvadrat uchun tayyorlab beryapmiz. Kimga shunaqa maktab, bog'cha, katta yo'llar o'rnatib shug'ullanadiganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli va vaqtida yetkazdirib beriladi. Mana motorlarimiz asosan Двойной reduktor 220 motor qo'yiladi. 0.37 ham bor, 0.25 ham bor. Va miyasi ham ishlatishga sodda. Shu termoregulyatori, vaqt relesi, voltmetr avtomat bo'ladi. O'chirib yoqish uchun. Buni tushunib olish ham qiyin emas. Ko'mirda qancha haydashi yo'q, qancha dam olishini kirgizib qo'yiladi, bo'ldi. Buni borganda ustanovka qilib berib kelinaveradi. Navoda tezligini o'zgartirib netish uchun tushuntirib qo'yilsa oson tushunishga ham. Kimga sifatli ekonom kat yo'llar kerak bo'lsa, shu raqamlar orqali yoki bu raqamlar orqali aloqaga chiqishlari mumkin. Keyin kat yo'limizni yo'llarni ham gapirib o'tib ketamiz. Mana orqada 2 yo'l yuradi. Keyin suv hajmi ham juda katta emas. Suv hajmi oshgan sari isitib berishi sekinroq bo'ladi, suvni aylantirish. Shuni hisobi qilingan me'yorida yetarli darajada. Mana tutta kesitidan aylanib, o't pastga tushib, yana tevaga chiqadi. Shuni hisobiga siz 10 tonna emas, 8 tonna bilan, yo bo'lmasa kvadratiga qarab 8 tonna bilan emas, 6 tonna bilan ham chiqishingiz mumkin qishdan. Ekonomligini hisobiga. Boshqa kat yo'llarga nisbatan ekonomroq bo'ladi, aytganim. Bu Nijniy Galina kat yo'limiz 100 kvadratga mo'ljallangan, Farg'ona viloyati 3 ko'prik tumaniga tayyorlangan. 35 kilovatlik aqlli kat yo'llarimiz. Ular nalichida. Zakis berilsa, tezlatib ashibkalarni qilib berilaveradi. Keyin zaklovkalariga ahamiyat berasizlar. Kam bo'ladigan bo'lsa ishib ketadi va bu yerdan yorilib ketadi agar. Uzib oladi kam bo'lsa. Uzib olgandan keyin uni yana qayta mahkamlash ancha muammo bo'ladi. Kat yo'l olganda kimdan olsalang shunisiga e'tibor berasizlar. Shuni oralig'i 20 uzilsa 24-25 gacha bo'lishi mumkin. 25 ham juda uzoq bo'lib ketib qoladi. 20-22 gacha bo'ladi. Bo'lmasa 17-18 bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki buni ustiga vizrobni klapan deyiladi. Shuni qo'yganda uni davlinasi 3 ta qo'yib yuboradi. Agar bundan-da orasi katta bo'lib turib, 3 davlinaga tekshiriladigan bo'lsa, kat yo'l ishib ketadi. Shu yerlardan agar yorilib qo'yib yuboradi. Agar kam bo'ladigan bo'lsa. Biz kat yo'llarni hozir bitgandan keyin mana bu tekshiruvga tayyor. Kanalimizga kirsalar tekshiruv videolari ham bor. 5-6 davlinagacha kat yo'llarni tekshirib, keyin ustlarini o'rab, keyin o'z egalariga yetkazdirib beramiz.